Assalomu alaykum Temur aka. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Men Ekar Finansga keldim aka. Dada, mana shu yerdaman aka. Ha, mashinangizni ko'rdim. Ha, garaj tomonga o'ting aka. Garajga. Bu kim edi bu? Bu kim bu? Tochkan xo'jayinimi bu? Assalomu alaykum. Nimani boshladingiz yana aka? Yaxshimisiz? Yangi mashinani test drive o'tkazamiz. Test drive? Series 5 bu nafaqat elektroavtomobil, balki premium dizayn va sport uslubini mukammal uyg'unlashtirgan yangi avlod elektromobilidir. 585 ot kuchiga ega bo'lgan ikkita motor va yuqori samaradorligi 80 kW litium temir fosfat batareyasi bilan jihozlangan bu model 483 km gacha masofani bir quvvatda bosib o'tadi. Model quyidagi o'lchamlarga ega: uzunligi 4700 mm, balandligi 1620 mm, og'irligi 2 tonna 360 kg, kengligi 1930 mm, bagaj hajmi 367 litr, g'ildirak bazasi 2875 mm, shinalar o'lchami 255/45/R20. Bitta mo'yka qilmasa bo'lmas ekan lekin aka. Qilamiz, hozir aka. Ob-havoni ham qarang, yaxshiligini. 98%. 473 km nima uchun ko'rsatyapti? Bu ikkita motorli versiyasi. Ha, Oldi orqasi ham tortadi. to'rtta balon tortadi. Albatta. Bo'ldi aka, bo'lsam yo'lga tushamiz. Assalomu alaykum o'zbekam. Bugun biz Ekar Finans avtosalonidan Series 5 elektromobilni test drive sifatida oldik. Hozirda biza bilan mana birgalikda bloger Temur aka. Shu kichkina mashina baribir oshib ketyapti. Voy, nima aka? Qanaqa mashina? 50 ming so'mga. Aka. Kichkina bolalar, kichkina o'yinchoqlar, katta bola, katta o'yinchoqlar. Biz bilan birgalikda bugun Bahodir aka ham borlar. Texnik maslahatchi hisoblanadi Ekar Finans avtosalonida. Ikkitasidan bittasini tanlashingizga to'g'ri keladi. Hozir zaryadkaga qo'ydik, 100% bo'lishini kutib o'tirmaymiz. 100 kilometrga ketadigan elektr energiyani hozir sal ko'proq hisoblab turibdi. Temur aka, shu o'rinda bitta savolda. Aha. Shunaqa kommentariyalar qoldirishyapti. Tegida batareyka bo'lgani uchun mo'yka qila olmayapman deydiganlar ham bor-da. Yo'q, tagidan, например, mashinani ko'tarib, batareyaga primoy suv sepsa bo'lmaydi. No, ustini spokойно suv bilan yuvsa bo'ladi. Albatta, Cayenne mashinasi kem emas, lekin bunaqa polimerlardan o'tishga imkoniyati bor. Qarang chiroyligini, Porsche Cayenne'ga o'xshab ketyapti-da. Yoki даже Macan'ga orqasidan o'sha pakatiroq, bo'lgani, dumaloroq. Bu ko'rinishi ancha chiroyli ekan. Mo'yka chaqib oldik. Da, yengil, no zato toza mashina. 5000 so'mlik mo'yka chaqib Da. oldik. Hatto azinch tozaroq bo'lsa mashina baribir. Endi mutaxassislar bor, kommentariyada yozishadi, nima bu yuvish bu, tuzoroq yuvish bilmaysizlar degan. O'shaning uchun aytib o'tolman. Mo'yka chaqib oldik deb. Xo'p. Bahodir aka 100 km/soatga necha kilovatt deydi bu mashina shunda? Tak, hisoblash juda ham oddiy. Общий kilovatini oladigan bo'lsa, o'shanda 80 kilovatlik batareyaga ega. Hozir Timur aytgandek 470 km bo'ladigan bo'lsa, xo'p. 0 tak получается 17 kilovat atrofida yeyish kerak-da 100 km. 17. 17 kilovat. 17 kilovat ham hisoblasangiz, bu taxminan где-то 35 ming so'm 100 kilometrga. Ana скоростной zaryadkada mashinani zaryad qilsangiz, uyda emas. Baribir arzon. Bu yerda bitta narsani hisobga olish kerak-da, bu yerda pechka yoki bo'lmasa konditsioner и так далее funksiyalari qo'shilmagan holatida. Da, shunisi ham bor. То есть hamma o'sha WLTC ni standartini o'zini talablari bor. O'sha talablarga amal qilinsa, o'sha holatda. Albatta siz hozir juda ham tez yuradigan bo'lsangiz, bu yerda hamma anaqalari, ko'rsatkichlari o'zgarishni boshlaydi. Kichik mo'ykacha qilganimizda 97% bo'ldi va biz ko'kcha masjidini oldidan mana ko'ryaptimi, 97 466 km. Ko'kcha masjidini oldidan mana yo'lga chiqdik Chimyonga. Ko'ramiz qancha yurib beradi. Небо над землей, цветными красками мы идем с тобой.
ход со сказками в мире суеты. Нам больше места нет, мы идем встречать с тобой рассвет. Mashina haydaganimda elektromobilda bosh og'rir ekan, qanaqadir kasallik kelib chiqar ekan degan savollar ham bo'lyapti-da. Bularga qanaqada javob bersak bo'ladi? Ishonsangiz, men o'sha elektromobilni 4 yildan beri haydayapman. Eng birinchi ekspertdan boshlab bittasidan bosh og'ruv ham bo'lmadi. Keyin nimani biza oddiy misol o'tgan marta bizga ko'rsatib berishuvda samolyotda yurgan paytingizda elektromobilga qarab samolyotda 17 marta ko'proq zarari, elektromagnit zararini yetkazib berar ekan. Mana sizga oddiy primerda, oddiy misol. Потому что endi hozir shu gapingizga ham baribir bizda javob bo'ladi. Men har kuni samolyotda yurmayman degan. No, как его ko'pincha например pilotlar bor. Kim yuradi? Постоянно uchadi har kun, no umri ancha uzoq ularda. Например, da pensiyaga ancha yoshlarda chiqadi, ular например 45 yoshda chiqadi. No при этом, например, hamma lyochiklar tam 85-90 yoshlarga chiqib, spokойно yashayapti. Nikola Tesla. Shu elektro как бы nimasi, Faraday kletkasi bilan kim ishlagan, tok bilan ko'p ishlagan. U 80 yoshdan oshiroqda umri o'tgan. O'sha tokka o'zi ko'pinchalarda ishlashi, nabarot ziyoni yo'q, uni foydasi bor. Например, nimasi bor? Elektroobорудование bor-ku. Ismida yo'q nomi. Keyin pastiga elektr dirsinval. Shunaqa narsa bor. U nabarot lechение qilib beradi odamlarga. Поэтому men o'ylayapman, то что elektroinstrumentlar bilan nabarot ziyon bo'lmaydi, nabarot foydasi bo'ladi. Demak, elektromobilda yurish bu hech qanaqa kasallik, xastaligi olib kelishi bu menimcha haqiqatga yaqin emas. Yo'q, вообще uni. Endi 100% ham balkim 1% shunaqa bo'lishi ham mumkin, lekin bir tomondan. Bo'lishi mumkin. Shu bilan spori yo'q. Bo'lishi mumkin. Lekin aytganingiz, mana samolyot bilan solishtirganingiz, bu juda ham qiziq bo'ldi menga. Birinchi marta bunaqa javob eshitishim. Yo'l belgilarini ham ko'ryaptim, Temur aka. Da, eng qizig'i zo'r ko'ryapti. Hozir bir joyda znak 50 edi, 52 razgon qildim, sразу ko'rsatib beryapti. Yo, to'xta, undan 50 dan oshma. Ehtiyot bo'l. Yaxshi, O'zbekistonda yo'l belgilarini ham o'qiydigan mashina bor. Da, bor. Zo'r ekan. Bu qanaqadir signal beryaptimi, vibratsiya beryaptimi? Yo'q, imni signalni beryapti. Ko'rsatib beryapti. Ehtiyot bo'l, razgon olma. Mamda xidab displeyda ko'rsatib beryapti, что mana znak chiqqan 50 km/soatga. Lekin bu hali radar ko'rsatmaydi, bunaqa darajada emas hali. Yo'q, radarlarni o'zi asosan elektromobilga ko'rsatib bermaydi. Unda adaptiv cruise control uchun radarlar bor. Radarlar ko'rsatadi, lekin bunda hali u narsa yo'q. Da. Xitoyliklar radar ham birato'la istiqoringlar, shuncha narsa qilgansizlar. Video registrator qilgansizlar misol uchun, to'g'rimi? Xidab displey qilingan. Da. Shunga yarasha bitta antiradar ham qo'shib yuborsa, вообще zo'r ish bo'ladi. Aka, siz bilarsiz-ku, men Xitoyga borib keldim. Xitoyda Pekinda bo'lganman, Uxanda bo'lganman, Guangzhouda bo'lganman. Yana Shenzhenga ham bormoqchi edim, vaqtim yetmadi. Xitoyda asosan mashina navigatorini ishlatsangiz, u o'zi aytib beradi qayerda radarlar borligini. Ko'pinchalarda ularda skorostiga shuncha qarashmayar ekan, ularda remeyni taqarmi, xavfsizligiga qarashadi. Например, Pekinda, okay, stop liniyani ham o'tib ketsangiz, shtraf bo'lmayar ekan. Bashi qiziqarli narsa. Stop liniyadan o'tsangiz, shtraf kelmayar ekan. No, пешеходный polosani ustida to'xtasangiz, shunga shtraf bo'lar ekan. Например, ularda stop liniya keyin где-то 5 metrdan keyin faqat уже пешеходный polosa bo'lar ekan. Hozirda Xitoy o'zi ham lekin to'liq hali elektromobilga o'tmadi. No, ko'pinchalari bu nima, kommersiy transport. Taksilar, vashi hammasi taksi elektrasi. Elektrga o'tib bo'lgan. Da, nima, Pekinda faqat Beijing Bake markasini ishlatar ekan. Например, Uxanda Dongfeng markalarini ishlatar ekan. Ana Dongfeng G70. Zo'r mashina ekan. Shu bizning Cobalt-ga o'xshayar ekan mashina. Lekin bilasizmi, bu yaxshi fikr. Misol uchun agar qaysidir tadbirkor bo'lsa, shunaqa taksi uchun mo'ljallangan o'sha elektromobillarni olsa, hamyonbop bo'ladi, chunki pul tomonlama o'sha har kuni zaryad qilib boraverasiz va
hech qanaqa benzin kerak emas bo'ladi sizga. Da. Arzon tushadi demoqchiman. Da, xuddi shu. И aytamanku, har bir shahar uchun o'zini markasini ishlatar ekan. Например, Guangzhouda JC markani ishlatar ekan, GAC markasini. 90% taksi. Agar bilsangiz, hozir o'zida ham Yandex Taksi'da programmasida Da. elektromobil ham qo'shilgan. Da, Hattoki unga отдельный bitta yecheyka ham qilingan, elektromobil degan. Misol uchun, o'sha elektromobilni bossangiz, sizga elektromobil mashinasi keladi va bemalol o'sha manzilingizga olib borib qo'yadi. И yana nima uchun shu qilingan? Например, Yevropada, Rossiyada ham havo toza bo'lish uchun. Например, siz benzin mashina o'rniga elektromobillarni tanlasangiz, значит siz yaxshi toza havo bo'lish uchun shuni tanlaysiz. Gapingizga qo'shilaman. Hozirda O'zbekistonda havosi yomonlashgan juda ham, ayniqsa o'sha chang tomonlama juda ham yomonlashgan va butun dunyo bo'yicha birinchi o'rinlardan biridamiz. Hozir aniq qaysi o'rindaligimizni aytolmayman. Va elektromobil bu borada bizga yordam bera oladi. O'sha chang to'zonlardan nafaqat tashqariga, balkim ichkariga ham. Misol uchun o'sha elektromobil ichida ham o'sha o'zini maxsus filtrlari bo'ladi. Tashqi havoni tozalab sizni salonga, o'sha ichkariga ichkarida toza havo qilib beradi va toza havo kirgizib beradi va bemalol chang to'zonsiz deydi-yu. Chang to'zonsiz salon ichida nafas olib bemalol ketishingiz mumkin. Tashqariga ham o'sha aytganingizdek ekologiya bo'yicha yomon gazlar chiqarmaydi. Har xil o'sha benzindan chiqadigan tutunlar bo'ladi, o'zingizlar ham guvoh bo'lasizlar, ayniqsa qish fasllarida ko'rinib turadi. Men qanday yashashni bilaman, lekin nima uchun yashayotganimni bilmay qoldim. Bilasizmi? Men o'zimni o'tgan asrda qolib ketgan vokzaldagi yo'lovchiga o'xshataman. Hamma poyezdlar ketib bo'lgan. Vokzal esa bo'm-bo'sh. Ulgurgan ulgurdi. Aytdim. Temur aka, nima bo'ldi? Zaryad qolmaganida kimdir taqdirmikan? Shuni o'zimga qiziqarli ekan. Shunaqa Nima tursa, qilib ekan? lekin buni qanaqa qilib zaryad qilib beradi? Ana invertorga taqib bo'ldi. Eng zo'r yo'li, aka, mana bu uyga borasiz-da. Da, qo'yib yuboraman. Mashinani zaryadga qo'yib olay deysiz-da, aka. Da, boshqa varianti yo'q Mana ekan. rozetkaning joyisi ham bor ekan mana. Oddiy rozetkada. Lekin qolib ketsangiz yomon bo'ladi lekin. Da. No, zaryadimiz bor. Zaryadimiz bor lekin. Aka, buni itarsa bo'ladi, misol uchun ana qilib qolsa? Qarangda, asosan ko'p производительlar aytadi, to'shti mumkin emas itarish. Nima uchun? Uni evakuatorga ortib olib borish kerak bo'ladi. Lekin benbeni itarganmiz deysizda bo'lsa. Da, benben itarganmiz, benben uni sistemasi oddiyroq edi. Yo'q, o'zi umuman olganda buni richagini anaqa qilsa bo'ladi, misol uchun. Nitrovga o'tkazib itarsa bo'ladi. Itarsa bo'ladi, yuradi demak. Da, yuradi, albatta yuradi. Lekin mutaxassis tavsiya qilmaydi. Yo'q, Shu o'rinda zaryadini bitta ko'rsatinglar, aka. Yuring, ko'ramiz. Toshkentdan chiqdik, hozir necha kilometr yurdik? Tak, umumiy hozir 30 kilometr yurdik, 87% qoldi. No, biz pechkani ishlatyapmiz, потому что 87% qolgan va 422 kilometr yurish mumkin deyapti. Ko'rasizlar 1 soat 4 minut yurilgan umumiy. Yurilgan masofasi 37 kilometr. Toshkentdan 37 kilometr hozir mana shahardan chiqdik-da, to'g'rimi shunday? Shahardan chiqdik. Yo'lda davom etamiz yana. Ketdik dalish. Bagaj ochilishi lekin mazza ekan-a? Knopkani qaranglar. Porsche topman-ku. Voya frame xuddi shunaqa ochiladi. Voya free. Temur aka voya free sotyaptilar-da endi. O'zim ham haydayapman служебный mashinalarni. Yopilish qarang ovozini. Yo'lda davom etamiz. Bahodir aka, Ekarfinans avtosaloniga juda ham ko'plab mijozlar keladi va ularda har xil savollar bo'ladi. Shulardan qanaqadir topoviy savollar bormi, misol uchun beriladigan? Eng ko'p beriladiganmi? Xo'sh, eng ko'p beriladigan asosan faqat moy haqida so'rashadi, ya'ni reduktor moyi qachon almashadi. Hozir umumiy tendensiya ketgan elektromobil ishlab chiqaruvchilarida birinchi moy almashtirish 10 000 kilometrda. To'g'ri, moy sifatiga qarab, mashinani o'zini yurish yo'llariga qarab turib bu narsa qanaqaki tekis yo'lda bo'ladigan bo'lsa, balkim bu narsani 10 000 emas, 20-30 mingda ham almashtirish mumkindir.
Lekin tavsiya o'sha 10.000 kilometr birinchi moy almashtirish 10.000 kilometr eng optimal variant. Nimagaki ishlab chiqarish reduktor moyini. Da, reduktor moyini. Chunki ishlab chiqarish davomida qanaqadir o'sha anaqani reduktor ichidagi shestrenkalarda temir qipqiqlar bo'lishi mumkin, boshqa narsa bo'lishi mumkin. Bu narsalar hammasi oddiy benzin motoridagiga o'xshab yuvilib tozalanishi kerak. O'shani hisobiga 10.000 kilometr eng optimal variant. Yana qanaqa savollar bor? Keyingi almashtirish, moy almashtirish уже 20.000 da el qatori. Shunda birinchi almashtirish, moyi birinchi almashtirish 10.000 bo'lsa, undan keyingisi 20.000, undan keyingisi yana 20.000 bo'ladi. Ha, u yog'iga har 20.000 kilometrda ketaveradi. Yana qanaqa savol berishadi? Xo'sh, yana qanaqa savol? Uzoqroq masofa bosib o'tish uchun nimalarga e'tibor berish kerakligi haqida so'rashadi. Yaxshi savol lekin. Ha. Bu savol ham endi boshqa videolarda ham bir Kayida uzoqroq masofani bosib o'tish haqidagi videoni olgan edik. O'sha videoda ham aytib o'tilgan maslahatlar bu Seres bo'ladimi yoki boshqa turdagi elektromobil bo'ladimi, boshqa ishlab chiqaruvchiniki bir xil. Ya'ni gaz va tormoz pedallaridan unumli foydalanish. Ya'ni tormoz pedalidan elektromobilda o'zi umuman olganda foydalanmaslik imkoniyati bor. Ya'ni distansiyani saqlagan holda rekuperatsiya rejimi yoqilgan holda tormoz pedalidan faqat o'sha oxirida to'xtab olish uchun ishlatsa yetarli. Faqat o'sha distansiyani, ya'ni oraliq masofani to'g'ri saqlash kerak bo'ladi. Gaz pedalidan bo'lsa, o'sha joydan qo'zg'alganda birdaniga nima dedi, maksimal оборот, ya'ni ballonni maksimal aylanishi, maksimal quvvat berish kerak emas. Sekinlik, ohistalik bilan joydan siljish kerak. Tezlikni oshib borish darajasini juda ham tez qilish kerak emas, ya'ni tezlanish olishi juda ham katta bo'lishi kerak emas, normal. Ohistalik bilan qilish kerak. O'shanaqa holatda elektromobil uzoqroq, eng maksimal masofalarni bosib o'tadi. Yana uzoq masofaga yuradiganlar, viloyatdan viloyatga yoki bo'lmasam katta trassalarda yuradigan odamlar bo'ladigan bo'lsa, haydovchilar bu holatda 90 kilometrdan oshirmaslikka maslahat beriladi. Chunki 90 kilometrdan tezlik 90 km/soat tezlikdan oshgandan keyin har qanaqa elektromobilda motorni zo'riqishi yuzaga keladi. Ya'ni ko'proq kuch ishlatib ballonni aylantirish kerak bo'ladi. Bu narsa elektroenergiyani ko'proq iste'moliga olib keladi. Temur aka, o'zi elektromobillar shahar avtomobili hisoblanadimi yokida tashqariga ham chiqishga qo'rqmasdan chiqsa bo'ladimi unda? No, aka, bu savolni men bermayapman. Da. Men chunki bu savolning javobini bilaman, lekin siz aytishingizni xohlaman mutaxassis sifatida. Eslang aka, eslang. Buxoroga borib kelganimizda Volkswagen ID4da oddiy batareya bilan 84 kilovatli batareya bilan bir marta Samarqandda to'xtab, Samarqandda to'xtab, spokon Buxorogacha bordik. Keyin o'sha Buxoroda zaryadkani qilib Toshkentga qaytdik. 10% bilan Buxoroga kirib kelgansiz. Da, no, aka qarangda, eng qizig'i to'shda spokойно bordik. Bir zaryadkalar bilan ishonsangiz, umumiy hisoblasangiz, matematikani qilsangiz, вообще 4 kishi uchun grubo tam 200 mingga aylandi borib kelish. Buxorogacha borib kelish. Da. Shunaqa, поэтому men uchun bu undan tashqari u Buxoroga borganimizda biz barib konditsioner ishlatdik. Da. Потому что yomg'ir ham edi yo'lda. Ishlatdik, ha. Musiqalar eshitib ketdik. Misol uchun nima funksiyalar bo'lsa hammasini ishlatib ko'rdik. O'sha hozir chizuqni ushlab turish tizimini ham ishlatdik. Hozir ham ishlatib ko'ra olamizmi? Ikki chiziqni ushlab turish tizimini. Da, ko'rsatsa bo'ladi uni. Ko'rsatib beraylik shuni. Qarang, Seriesda Mercedesga o'xshab shu richak alohida qilingan, u orqaroq joylashgan, ko'rinmaydi. Da, ko'rinmaydi siz tomoningizdan. Uni bir marta pastga bossangiz bo'ldi. Ana. Mashina sizga aytyapti, to'shda adaptive cruise control yoqilgan. Ingliz tilida shuni aytdi hozir bizga. Aytyapti, ana nima, средний скорость, крейсерский скорость yoqilgan. O'sha belgilangan skorost, tezlik. Da. O'sha bo'yicha ketyapti hozir. Keyin ustiga shunda gazdan oyog'ingizni oldingizmi hozir? Da. Shuni olaydi shuni ham. Oyog'ingizni ko'rsatib qo'ying, aka. Ana. Olib tashlang endi. Mana gazda oyoq yo'q, o'zi yuryapti.
keyin rulda ham qo'yib yuborsam bo'ladi. No, mashina so'raydi, rulda qo'llarni ushlash uchun nima uchun? Ekstrem situatsiyalar uchun. Например, hozir realniy, например, avtopilot yo'qda hali. Именно level 3.0 hali yo'q. Hozir asosan level 2.9 plus qo'yaveradi-da ular. Kompensatorlar, вспомогательный funksiyalari bor, но именно полноценный avtopilot yo'q. Chizuv tugab qolsa. Da. Qanaqa bo'ladi? Oddiy cruise control bilan mashina o'zi sekin-sekin ketaveradi. Shunda chizuv most tepasiga olib chiqib ketsa, misol uchun. Shundan ham chiqaveradi, to'g'rimi? Chiqaveradi. Sizda bo'lsa qo'ndida chiquvdik. Da, o'zi qaytaradi, rulni qaytaradi. No, iltimos so'raydi, rulni qo'llarni rulda ushlab turing. Ha. O'zini xavfsizligini o'ylaydi, o'sha ichidagi haydovchining xavfsizligini o'ylaydi. Quvvatlash bo'yicha-chi nima tavsiya berasiz? Quvvatlash quvvatlash bo'yicha. Endi to'g'ri ko'proq uyda qilgan ma'qulroq, ya'ni hozir menimcha hamma elektromobil foydalanuvchilarda 7 kilovatlik o'zini zaryad qurilmasi uyda ishlatiladi. Bu bir tomondan, ya'ni iqtisodiy tomondan, moliyaviy tomondan bu qulay bo'lsa, chunki uydagi arzon ancha. Ikkinchi tomonidan kamroq quvvat bilan quvvatlash batareyani, bu batareyani umrini umuman olganda uzoqroq xizmat qilishiga, keyin qanaqadir bir ko'ngilsiz batareyadagi ko'ngilsiz vaziyatni, ya'ni nosozlik vaziyatini keltirib chiqarishni oldini oladi. O'zi umuman olganda mana hozir Series 5 elektromobildamiz 80 kW batareya sig'imiga ega va u litium temir fosfat batareya turiga kiradi, to'g'rimi? Va qaysi batareya turini tanlash kerak ko'proq? Qaysi batareya turi aynan O'zbekiston uchun moslashishi osonroq? Chunki uni keyinchaligiga misol uchun almashtirish imkoni osonroq qaysi batareya ekan ko'proq? Umuman olganda litiy temir fosfatmi yoki litiy ion batareyami, buni juda ham katta ahamiyati yo'q. To'g'ri, endi litiy temir fosfat qish mavsumida o'zini quvvatini ko'proq saqlab turadi litiy ionga qaraganda, chunki litiy ionda 40-50%gacha quvvati tushib ketadi. Ya'ni siz ishlata oladigan quvvat aynan tushib ketadi. O'shaning uchun litiy temir fosfat qulayroq, lekin boshqa tomoni bor. Hozirgi paytda endi yangiliklarni kuzatib turgan odamlar bo'ladigan bo'lsa, ularning xabari bor. Hozirgi paytda tverdotelniy deydi, ya'ni qattiq jismli batareyalarni ishlab chiqarish yo'lga qo'yilish boshlaydi. Taxminan menimcha 2 yillarda BYD har holda bu narsani yo'lga qo'yish boshlaydi. Ras BYD yo'lga qo'ygandan keyin boshqa ishlab chiqaruvchilar ham o'zini batareyalarini almashtirishni boshlab yuboradi. O'shaning uchun bu narsa haqida juda ham bir muammoli narsa emas aslida batareya masalasi. Bu shunchaki elektromobildan batareya haqida yoki zaryadi haqida ko'proq o'ylash emas, shunchaki mashinaning ichidagi, elektromobilning ichidagi bor komfort, qulaylikdan maza qilib haydash kerak bo'ldi. Foydalanish kerak bo'ldi. Elektromobilni o'zi necha foizda quvvatlash kerak? Qanaqa ma'noda? Necha foiz qolganda yoki oxirigacha tugatibmi? Misol uchun bunaqa ham risk bo'ladi. Ko'chada qolib ketishi mumkin. Eng qanaqadir minimalniy soni bormi uni o'sha sonda qilish kerak degan, quvvatlash kerak degan? Endi bizani hozir batareyaga zarar yetmaydigan demoqchiman. Hozir bizning kuzatuvchilarimizda har xil turdagi elektromobillar bo'lishi mumkin. Bu narsani hisobga olishimiz kerak. Kimdadir masalan mashinasini batareyasi 80 kW bo'lishi mumkin, kimdadir 40 yoki 30 kW bo'lishi mumkin. Masalan, BMW-larni oladigan bo'lsak, ularda quvvat batareyasining quvvati juda ham kichkina bo'ladi. Endi BMW-ga keladigan bo'lsak, ya'ni kichkina quvvatli sig'imga ega batareyasi sig'imi kichkina bo'lgan mashinalarda iloji boricha 20% dan tushirmaslikka harakat qilish kerak. Zaryad qilganda ham masalan 20% dan pastga tushirmaslik kerak. To'ldirganda bo'lsa, aytaylik siz 5-6 soat davomida uje yo'lga chiqadigan bo'lsangiz, qaysidir bir joyga boradigan bo'lsangiz, ya'ni mashinadan foydalanasiz. Bu holatda 100% gacha ham to'ldirsangiz bo'ladi. Bo'ladi. Misol uchun uzoq vaqtga
qoldiradigan bo'lsangiz, ya'ni 2-3 kun turadigan holat bo'ladigan bo'lsa, 80% yetarli. Aha. Misol uchun 20% gacha ondasiz, 20% dan pastga tushish kerak emas, 20% dan zaryad qurish kerak, quvvatlash kerak deyapsiz. Lekin 20% batareyaga quvvati bu keyinchalik o'lib bormaydimi? Bu keyinchalik pasayib bormaydimi? Quvvati. Yo'q, u yerda sal sistemasi nima deydi, hisob-kitobni anaqasi boshqacharoq. O'ylangan demayman. Ha, bu narsa batareyani o'zini oladigan bo'lsak, batareya sal boshqacharoq tuzilgan. U ya'ni umumiy degradatsiyasi aytaylik 10% ga tushdi degani, bu 20% da ham yana 10% tushadi degani emas. Tushunarli. Bu yerda sal boshqacharoq anaqa. Aytaylik, boyaga aytganimdek, kimdadir 80-85 kilovat batareya bo'lishi mumkin. Bularda endi 10% gacha ham 10-15% gacha ham tushirsa bo'ladi, lekin 20% baribir maslahat beriladi. Aynan Series 5 elektromobilda qanaqa yana tizimlar bor ekan? Nima tizim ko'rdingiz? Tizimlari juda ko'p ekan. Xo'p. Realni birinchidan menga nima qulay narsa, menyusi rus tilida ekan. Aha. Juda qulay narsa. Xohlasiz inglizcha, xohlasiz rus tilida, Da, xohlasiz yo'q, bo'ladi. undan ko'proq dars tillar bor ekan. Aha. Turkcha ham bor ekan, ispanskiy ham bor ekan, любой tillar bor ekan. Hattoki tillarni ham o'rganib olsangiz bo'lar ekan shifoxona. Shunisi ham bor ekan, shunisi ham bor. Keyin klimat kontrol 2 zonali ekan. Mana ustiga bossangiz, belgilarni ustiga. Iqlim nazorati. Da, iqlim nazorati. Ancha ускоренный rejimlari bor ekan. Keyin sidenyani qiziq tarama o'rindiqlar. 4 ta sideniyaning o'rindiqlari podogrevi bor ekan. 4 tasi mana podogrev yoqsangiz, oldida ham orqada o'tirgan odam ham bemalol qishda suvda ketadi. Da. Spokойно. Keyin oldida massaj ham bor ekan. Ikkita o'rindiqda massaj tizimi bor va ventilyatsiyasi ham bor ekan. Aynan например, massaj hozir o'zimga yoqib, spokойно ketaveraman. Bu ayniqsa o'sha uzoq yo'llarda kerak bo'ladi. Baribir bitta nuqtada o'tirib ketganingiz hisobiga nima, beli qotib qolishi, shunga o'xshash narsalar bo'lishi mumkin. Keyin dalish nima aytsak, menyusida ko'pincha narsalar bor ekan. Oddiy menyu ekan. Mana e'tibor berdim. Oddiy menyu, tushunsa bo'ladigan unaqa. Nima desa bo'ladi? Funksiyalarni ko'p qilib tashamagan, oddiy tushunarli qilib qo'ygan. Temur aka, shu o'rinda o'sha qo'shimcha tizimlar to'g'risida ham gaplashib o'tsak, misol uchun avtomatiskiy ekstrenniy торможение, hozir aytganingizdek. Da, shu. Keyin слепой zonalar yoqilgan, imенно oynalarda ko'rsatsangiz bo'ladi. Mana nimasi bor? Lampochkalari bor. Agar yon tomondan sizga ko'rinmagan mashina kelib qolsa, o'zi signal beradi. Signal beradi. U parktronik orqali ishlaydi, adashmasam. Kimdirda parktronik bo'yicha, kimdirda spetsialniy datchiklari bor. Более широкийroq угол olib. Keyin предупреждение столкновения bor. Xuddi shu avtotormojeniyaga o'xshagan, но u oxirida oladi, shu tormozga bosadi. Keyin menga ko'p yoqadigan narsa bu предупреждение orqada tomondan mashina kelsa, shu предупреждение ko'rsatib beradi. To, что mashina kelyapti, ehtiyot bo'ling. Например, qayerdadir parkovkadan orqaga yursangiz, shuni ko'rsatib beradi sizga. Mashina kelganini. Помощь какого в пробках адаптивный круиз-контроль. Xuddi shu narsani hozir biz gapirdik. Da. И keyin предупреждение открытия дверей. Chap tomoningizda mashina o'tsa, shu слепой zonani mashinani ishlatadi, aytadi, ehtiyot eshikni oching, yoningizda hozir mashina o'tadi. Eshikni ochmay turing, orqangizdan mashina kelyapti degan ma'noda signal beradi. Da. Xuddi shu. Ну, еще там обычные нарсаlar, ESP, система стабилизации, HDC bu, tepadan pastda shuni yoqsangiz, mashina o'zi tormozga bosaveradi. Keyin удержание полосы. Bu avtohold. Avtohold. И mana qiziqarli narsa, bu tunnel ichiga kirsangiz, mashina o'zi oldindan qaraydi. Yo'rmikin hech kim tunnel ichida. Bu nima uchun qilingan? Например, tunnel ichiga tushsangiz, odamning ko'zi 1 sekundda o'rganmaydi-ku, svetiga, qora temный svetiga. Mashina o'zi ko'raveradi spokойно. Unda adaptiv cruise control oldi radarini ishlatadi. Yana bitta narsa qo'shimcha kiritib o'tmoqchiman. Aynan shu tunnel bo'yicha avtomatiskiy tunnel ichiga kirganingizda hamma oynani yopib, avtomatiskiy iqlim nazoratini yoqar ekan o'zi. Chunki tunnel ichida toza havo bo'lmaydi. Da. Chang, shunaqa yomon havoni hisobiga o'zi oynani avtomatiskiy yopib, agar shu rejim yoqib bo'lgan bo'lsa, toza havo sizga chiqarib berar ekan. Shu tomoni ham bor ekan, uka. Managa qarang, men o'zim
tormozga bosmayapman. Mashina o'zi tormozga bosyapti. Biz to'xtadik. Ajoyib. Adaptiv kruz kontrol ham yoquvdi demak. Da, albatta. Bu ko'proq bu tizimli shahar ichida kerak bo'ladimi yoki shahardan tashqarida? Shaharda ham kerak bo'ladi, tashqarida ham kerak bo'ladi. Nima uchun? Qarangda, shahar ichida ko'pinchalarda o'zingiz ham bilasiz, avariy situatsiyalar bo'ladi. Odamlar резкий tormozga bosadi. Imенно прям нереально tez bosadi. Shu paytida mashinada sistemasi bor, imенно защита от столкновения и mashina o'zi tormozga bosadi. Adaptiv торможение. Da, avtotormojение. Avtotorможение. ECC quid. Bu bir xillarda qo'rqitadi ham hattoki. Qo'rqitadi, no u xavfsizlik uchun qilingan. Chunki o'zimni do'stim, Mahmudxo'ja degan do'stim bor, u BYD chempion haydaydi va ko'p holatda uni o'chirib qo'yadi u rejimni. Chunki juda ham qo'pol to'xtaydi. U qarangda mashinaning markasiga qarab. Например, BYD u резкий to'xtaydi, yo'lni nimasida odamlarga ham qaraydi. Boshqa markalar bor, например, oxirgi paytida to'xtaydi o'sha. O'sha bizlar, например, sinovdan o'tgan Volkswagen oxirida to'xtaydi. Maksimal darajada beradi odamga nimani boshqarish uchun mashinani. Hozir Series 5 elektromobilni 100 km/soatga necha sekundda erishishini ko'rmoqchimiz va sport rejimida mana ko'rsatib o'taman. 0 to'xtab turibmiz, mashinani o'tib olishni kutamiz. Hozir yo'l bo'shaganida tezligini sinab ko'ramiz. Men tayyorman. Ketdik. Bo'ldi. Necha sekundda chiqdik? Где-то 4 sekundda. Realni. Yana qarangda, ko'chada yomg'ir. Ha, yomg'irda hattoki. Yomg'irda hattoki. Bu narsani biz test sifatida qildik. Imkon boricha bu narsani qaytarmasliklarini aytib qolamiz. O'zingizlarni xavfsizligiga e'tibor beringlar. Goh sharbat, goh ohu, ko'hna g'amga ko'zgu, navqiron sevgi bu, qo'shiqlarda qayta yaraldim. Ham hijron, ham visol, sen hayot, sen xayol, bog'da bir gul misol, erkan kuy bo'lib men senga taraldim. Sevgi Temur akadan lifehack, agar yo'linglar shunaqa tuman bo'ladigan bo'lsa, nima qilish kerak Temur aka? Video registrator yoqish kerak. Video registrator yoqsanglar, yo'linglar shunday ko'rinadi mana. Bahodirga yaxshi ma'lumot berdilar. Bu kamera o'chuvligida. O'shani ham aytib o'tish kerak. Bahodirga aytibdilar. Bu hozir 4 ta ballon aylanadigan ikkita motorga egada. Agar siz bitta motorni yurg'izmoqchi bo'lsangiz, bor yo'g'i rejimni o'zgartirasiz bo'ldi. Misol uchun sportga qo'ysangiz 4 ta ballon aylanadi. Eko yoki normalga qo'ysangiz ikkita, to'g'rimi? Bahodir aka. Shunaqa qilinishi kerak. Bahodir aka o'zi umuman olganda bu oldi privodmi yoki orqa privodmi? Yo'q, orqa privod. Bu orqa privod demak. Orqa asosiy aylantiradigan ballon hisoblanadi, ya'ni kuchliroq motor aynan orqaga qo'yilgan. Orqaga qo'yilgan. Va buni bizada Ekarfinans avtosalonida bitta motorligi ham bor. Misol uchun bitta motorligini xarid qilsangiz, u bo'lay arzonroq bo'ladi. Faqatgina ot kuchida farq qiladi. Yo'q, masofani yurib berishi ham farq bo'ladi. Da, masofani yurib berishi ham farq qiladi. Temur aka balandlikka chiqib ko'ramizmi? Da, albatta aka. Ana hozir kontrol скоростki daraga yoqaveraman. Baribir loyi ustida ketamiz-ku. Yuraylik. Qani, to'xtayman hozir. Turib oling hozir. Yo'l yomon, shuni hisobga olish kerak. Suv, yomg'ir yog'yapti. Qani tepalik qanaqa chiqadi? Davay Temur aka. Да, нормально. Полный привод все-таки. Bahodir aka yaxshi tepalikka chiqishi. Bir tekisda. Bir tekisda.
Yana yo'l ham yomon-da, qarang, yo'l ham bunaqa yaxshi yo'l emas, asfalt yo'l emas, qo'l yo'l. Qo'l yo'li sirpanmayapti, boshqa qilyapti. Tekisda tushib ketadi. Yomg'ir yog'yapti, maydalab. O'zini yaxshi ko'rsatdi hozir. Yomg'ir, hamma yoq suv. Tortishi yaxshi. Tortishi yaxshi. Именно скользкий дорогani rejimini yoqsangiz, ancha yaxshi tortyapti. Qiynalmasdan chiqdi. Da, spokойно chiqdi. Yana shu yo'l ham bunaqa asfalt emas, qum va yomg'ir qorishmasi deydimi? Qorga qarayman, noki ham tomonlarda. Ha. Bu yoq tomonimiz qorli mana. Hamma yoq qor. Shamol senga havas bilan intiladi qalbim. Sendan ko'zol, sendan kirgin bo'lolmaydi hech kim. Kezarsan dunyo bo'ylab bulutlarni. Amirsoyga keldik. Chimyonda adashmam qoldik. Tumanning hisobiga. Kesib qolib yana qaytib kelib, xullas Amirsoyga keldik. Hop, показаниясini ko'rsatmoqchimiz. Timur aka. Общий пробеги 112 километр bo'ladi. Среднее потребление то, что biz tepaga chiquvdik 28,7 kW. И tezligimiz 42 km/soatiga. To, что bugun yomg'ir, Shunda 100 kilometrga biz 28,7 kW ishlatdik, to'g'rimi? Da, xuddi shu. 2 soat 38 minut yuribmiz. Umumiy yurgan vaqtimiz 112 ming kilometr yurdik. To'g'ri, bo'ldi. Zaradimiz necha foiz dedingiz? 54%. 54%. Ko'ryaptim, 54% mana. Qo'lingiz bilan ko'rsating. 54%, 258 kilometr, ya'ni masofani bosib o'tish mumkin deyapti. Da. Umuman olganda Timur aka qanaqa yurishi? Mashina yoqdi. Mashina realni yoqdi. Men nima bilan сравнивать qilsam, qaysi mashinada asosan o'zim yuraman, o'zingiz bilasiz-ku, Voya kompaniyada ishlab, Voya Free'da yuraman. No, men bu mashina даже pnevmopodveskasi yo'q bo'lmasligi uchun baribir yumshoq ekan. Единственное, да, tezlikda azincha nimalari bor, как бы плавающий bor tomonlari, no 120 ni ushyapti spokойно. Keyin menyusi rus tili bo'lgani uchun, keyin mana bu qulay tomonlari Huawei sistemasi bo'lgani uchun ancha qulay ekan mashina. Keyin ichiga hamma komfortlari, keyin mana bu joylari qarasangiz, plasmasi yumshoq ekan, tovushlari yo'q ekan. Xadab displey ham удобный narsa ekan. Ortiqcha ovoz chiqmaydi, qimirlatganda ham yaxshi. Поэтому сиденьяni удобный, massaji borligi uchun bu ham qulay. Обогревini uchga yoqsangiz, vashi isib bo'lib ketar ekan. Прям barbekyu o'xshab o'tiribsiz. Matizni ham anaqa shunaqa, bilasiz. Da. Pechkasi. Men nima uchun azincha bal pastroq berdim? Bitta noqulay narsan shtorkasi yo'q ekan. Bitta narsa. Shunisi yoqmadi, shu uchun. Endi uni tonirovka qilib bemalol ishlatsiz bo'ladi. Da. Yoki balki lekin mana qarang, yomg'irda lekin juda ham chiroyli ko'rinyapti. Rost ekansan, chiroyli. Yomg'irda juda chiroyli mana. Lekin yurishi yaxshi. Yo'q, yurishi gap. Ko'ngil aynitmadi. Bosh og'ritmadi hech qanaqa. Shu tomonlari menga ma'qul keldi. Bahodir aka, siz nima deysiz? Passajir sifatida komfortni o'tirish, orqasida mana anaqasi ham bor, ikkinchi zonani abduf anaqasi bor. Issiqda yoki sovuqda anaqa beradi. Orqa sidenyani hozir aytganingizdek pechkasi hozir mana tashqarida necha 4 gradus sovuq. Hozir bir anaqaga qo'yib qo'yilgan komfortni. Sidenyada masalan muzdek, хотя koja bo'lgani bilan, lekin sovuqda unaqa nima deydi? Muzlab anaqa qilib ketmaysiz. Дополнительно sizga komfort beradi. Panoramali tomga nima deysiz, panoramali? Panoramada zerikmasdan tepani tomosha qilib, ayniqsa yurayotgan paytida уже chiroyli. Ayniqsa endi yozda bu uzoq yo'lga chiqqan odamga zerikmasdan tomosha qilib har tomonlama
Temur aka nima bo'ldi? Katta oyna yoqdingiz. Вообще нереальный kattaligini qarang. Hamda ochasizda bo'ldi uni. Juda katta ekan. Magnit yana bo'ldi. Magnit ekan, hamda ochib. Juda katta ekan. Прям ayollar uchun-da, idealni. Xo'p, o'zingizlar guvoh bo'ldinglar. 97% bilan chiqib Amirsoyga keldik va hozirda 53% quvvatli 53% batareya yo'nqisiga ega hozir mashina elektromobil va o'shanda 258 kilometr masofani yana qaytib ketishimizga hozir bemalol yetadi. Oga nimani yana aytsak bo'ladi? Qarang, biza pechka bilan, podogrevlar bilan, hattoki hamma qulay narsani yoqib, shu bilan shu bilan biza keldik. Nimani ekonomiya qilmasdan Qo'shimcha tizimlarni ishlatdik. Aytganlaridek, pechkani ishlatdik, o'rindiq isitish, hattoki temir aka massajni ham ishlatdilar. Shunda ham hozir mana bizada 54% qolgani bu juda ham yaxshi deb hisoblayman. Chunki biza hattoki rekuperatsiyani ishlatmadik. Mana hozir rekuperatsiyani yoqib qo'ysak, zaryad yig'ib ketamiz qaytish yo'lida. Chunki tepalikdan pastga tushyapmiz. Shuni hisobiga. O'ylaymanki, elektromobil uzoq yo'lga bemalol moslashgan. Haydasanglar bo'ladi, qo'rqmasdan, cho'chimasdan. Tepalikka ham ko'rdinglar, chiqarib ko'rsatib berdik. Hattoki asfalt bo'lmagan tepalikka ham chiqarib ko'rsatib berdik. Asfalt bo'lgan yerda вообще bemalol, juda ham o'zini yaxshi his qilyapti. Hattoki o'sha tizimlarning ichida ham bor, misol uchun sirg'anchiq yo'ldan yurish, tepalikdan pastga tushish degan narsalari juda ham qulay. Odamni charchatmadi. Bemalol chiqib tushdik. Va eng asosiysi xarajat tomonlama bu juda ham plyus. O'sha aytganimizdek 80 kilovatni agar uyda misol uchun quvvatlasangiz necha puldan tushadi hozir aytaman. 400 so'mmi uyda? Va даже yo'q, qarang. 600 so'mdan hisoblaylik. Yo'q, yangi qonun bo'yicha 600 so'mda. Yo'q. Siz yangi qonun bo'yicha siz uyda elektromobil zaryad qilmoqchi bo'lsangiz, albatta alohida счетчик o'rnatishingiz kerak. U 900 so'mdan hisoblanadi. Mayli, 900 so'mdan hisoblaylik, lekin hozirgi vaqtda hali qonuningiz hali chiqmadi, hali shakllanmadi. Hozirgi vaqtda 400 so'mdan, lekin biz mayli 900 so'mdan deb hisoblaganimizda ham 80 kilovatni 900 ga ko'paytirsak 72 ming so'm bo'ladi. Bor yo'g'i 72 ming so'mga siz agar bitta motorli bo'lsa 500, ikkita motorli bo'lsa 450 kilometr masofani bosib o'tasiz. Bu menimcha xarajat tomonlama juda ham qulay. Lekin ko'chadan quvvatlayman desangiz 80 kilovatingizni 2500 mi? 2500. 2500 ga ko'paytirsak 200 ming so'm bo'ladi. Ko'chada quvvatlash 200 ming so'm bo'ladi. Nima qilganda ham elektromobil hozirda xarajat tomonlama istalgan mashinadan zo'r, qulay. Shuni inovatga olasizlar. Endi hozir bitta bunaqa perexod bilan Toshkentda paydo bo'lib qolamiz. Va nihoyat Ko'kcha mana masjidiga keldik. Probkalar, Toshkent shahrida to'la probka. Temur aka charchab qolmadingizmi aka? Yo'q, normal, yaxshi holatda. Yurgan masofamiz 204 kilometr, 205 kilometr. 205. Aha. 46 bu sredniy kilometr masofamiz yurganimiz, o'zi 60-70 shuna atrofda yurdik, to'g'rimi? Xo'p, undan tashqari 100 kilometrga 21.7 kilovat sarfladik. 37% batareyada zaryad bor hozirgi vaqtda va 177 kilometr masofani bosib o'ta olasan deb yana aytibdi. Umuman olganda yomon emas. Series 5 nafaqat shahar elektromobili, balkim o'sha shahardan tashqariga ham yura olasiz bu mashina bilan. Da, удобный mashina. Juda ham qulay mashina, komfort jihatdan. Biz bu yurgan masofamiz komfortdan ayamadik o'zimizni. O'rindiqdagi isitish tizimlarini yoqdik. Pechka yoqib o'tirdi boshdan oxirigacha. Qo'shimcha tizimlar, misol uchun palasani ushlab turadigan tizim, adaptiv kruiz kontrollarni yoqib ishlatdik. Yana nima ishlatdik? Pechka, обогрев сиденья, massaj ishlatdik hattoki, ha. Orada o'sha svetoforda turdik, probkada turdik. Shuncha narsada, shuncha tizimlar ishlatganimizda ham baribir shuncha zaryadimiz bor. Bu
nima desa bo'ladi, Yevropa uchun ishlab chiqarilgani bilinib turibdi, Da. moslashgani. Chunki juda ham yumshoq, Temur aka. Yo'q, To'g'rimi? mashina imni yoqdi, yumshoqligi juda Mana yoqdi. hozir hattoki mana o'sha anaqaga ham keldik, Ecarfinansga ham keldik. Mana 37% qoldi va 176 kilometr yurishim mumkin deb yana bir bor aytib o'tyapti. Qanaqa o'zi ощущениялар? Yo, sheniyasi yaxshi ekan, menga sifati yoqdi. Mashina sifati men o'ylamadim shunaqa yaxshiligini. O'ylamadim. Потому что asosan hozir Xitoy mashinalar shuncha sifati oddiyroq bo'lib ketdi. Biza uchun hammasi как бы спокойно, нормально. Ana BYD chempion hamma joylarda ko'rsa bo'ladi. Yo'llarda bitta chorrahada ham 3 ta 4 ta. No, mana bu mashinaning sifati BYD chempiondan balandroq ekan. Shunaqa. Biz shunda hozir nimada yurdik? Ekoda yurdikmi, komfortda Yo'q, yurdikmi? ekoda ham, komfortda ham, sportda ham yurdik. Ko'rsatsam ham. Даже гоночный rejim ham yo'q edi bir paytlarda. Qarasangiz, mana nimasi ham o'zgaradi-da unda. Ancha chiroyli bo'ladi. Toqqa hali chiqib kelinmagan edi. Qisqa masofalarga asosan yurilgan. Uzoq masofaga mana qanchalik o'sha batareya sig'imini, qanchalik bardoshliligini, hozirgi ob-havoni ayniqsa aytib o'tish kerak. Tog'da endi chiqqanimizda 4 gradus edi. Shaharda hozirgi havoda monitorda ham ko'rsatilgan bo'lsa agar 10 gradus hozirgi paytda mart bo'lishiga qaramasdan buni umuman O'zbekistonni qishki rejimi sifatida qarasa bo'ladi bemalol. Ya'ni bu mashinani qishki rejimdagi o'sha batareya sig'imini, bardoshlilik, batareyani sarfini sifatida ko'rsa ham bo'ladi. Albatta hozir bahor, yozda bu yaxshiroq, bundanda yaxshiroq ko'rsatkichlarga ega bo'ladi. Tepalikka yaxshi tortyapti. Tepalikka tortishi, pastlikka tushishda o'zini ushlab turishi. Masalan, orqa o'rindiqda o'tirgan bo'lsam, bir xil mashinalarni koti o'ynashi bor. Kattaroq tezliklarda bu narsalar umuman yo'q. 205 kilometr masofani mana shu Series 5 elektromobilda bosib o'tdik. Buni boshqa ranglari ham bor, ham ichki ham tashqi ranglarini ham o'zingizlar vkusingizga mosini tanlab olishingiz mumkin. Hammasi shu Ecarfinans avtosalonida. Manzil yozib qo'ydim, bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Ecarfinans, kelajakni bugundan boshqar.